Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumaniga yetib kelganmiz. Farg'onaning Bog'dotidan mana bunday shumkali ishlarni zo'r qilib usta akalarimiz zamonaviy qilib o'rnatib beryapti. Kimgadir qiziq bo'lsa, videomigacha ko'ringlar, xudo xolasa narxlar bilan tanishtirib beramiz. Bundan qiladigan bo'lsalaring do'stlar, o'sha hovlilaringga quyosh nuri, ya'ni yomg'irlar tushmaydi, hovlingiz toza turadi. Eng asosiysi narxlari arzon ekan, eng zamonaviy fasonda qilib beryapti, ya'ni lazerli fasonda. Bittadan like bosib qo'yinglar, narxlar bilan tanishtirib beramiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Charchamayapsiz? Sizmisiz? Rahmat. Aka, yana bitta Fayzli xonadonimizga zo'r qilib o'rnatib beribsiz. Hayti fasonda, xudo xolasa lazerli qilib aka. Avvalambor assalomu alaykum. Ma'murjon.uz kanalining obunachilari va shu videoni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz hammalarga omad tilagan holatda o'z ishimizni tanishtirishni boshlaymiz. Avvalambor birinchi o'rinda materiallardan birinchi stoyka, hop 6x6 profil, 1.5-1.7 stenka bo'ladi. O'rtasida lazerni list. Tepalari ham hammasi jamiki lazerni list guldan qilib berilgan. Bular ham profillar 1.5 stenkalidan bo'lgan qora profil rossiyskiy bo'ladi. Endi talabiga qarab xohlagan materialdan qilib berilaveradi. Bunimiz razmeriga keladigan bo'lsak, uzunligi 12 metr, eniga 6 metr, 72 kvadrat bo'ladi. 1 kvadrat metri 420 ming so'mdan 30 million so'mga ashligiga olib kelib o'rnatib berganmiz. Hamma yoq ustanovkasi ichida holatda qilib berilyapti. Egasini bir qilib beradigan ishi les olib kelib beradi. Uydan agar ustbet qilmasak, joy qilib berish mumkin. Bo'ldi. Boshqa ovoragarchiligi yo'q. Necha kunda o'rnatib berdingiz aka? Bir kunda xudo xolasa bular verdik. Bir kun. Ertalab vaqtli kelsa, kechgacha tugatamiz, xudo xolasa. O'zlaring tayyorlab olib kelib shu yerda shuni o'rnatiladi. Albatta, hammasini olib kelib ustanovka qilib beriladi ichidan. Xo'p, mana xorilarimiz aka, stoykasidan bir xil bo'ladimi, farq qiladimi? Yo'q, stoykasining profili 6x6, bu xorisiniki 4x4, bu yoqda kelganda 4x2. Lekin ichidagi lazerni lisi bir xil. Hammasiniki. Faqat endi yuk ko'tarishiga holatiga qarab profil tanlanaveradi. Balki egasi lazerni emas, jo'n to'rtburchak katta profil qo'yib ber deydiganlar bo'ladi. Undan xohlagan ideyasini o'zi talabini qo'yaveradi. O'zgaradi. Bu shumkali deganda nimani tushuniladi aka? Xo'p, birinchi o'rinda shumkali deganimizda faner. Faner deganimizda yana obunachilar ko'pchiligi tushunmayapti, taxta faner emas, DVP faner bo'ladi. Taxta 1.5 ga 1.5 taxta faner, DVP zavodskiy oq kraska, o'rtasida falga qo'yiladi, ana undan keyin tuniga qo'yiladi. Ana shu holati shumkali deyiladi. Hali mashinaning shumkasi emas. Mana shu holat tayyor holatda, hamma yoq tayyor holatda olib kelib o'rnatib beramiz. 3 qavat bo'lgandan keyin shu yomg'irda asosi ovozi o'tmaydi. Issiqda qaytaradi. Endi misol mana faner birinchi vazifasi tagi oppoq, chiroyli turadi. Falgani o'zini qo'ysangiz ko'p yerda qo'yilsa, setka qo'yib qo'yadi, lekin uchib ketadi. O'sha falgani ham ushlab beradi u. Falgani ko'rsatmaydi, tevada tunukan issig'ini ham o'tkazmaydi. Shovqinlari ham bo'lmaydi. Yomg'ir yoqqanda ham shovqinni ham ancha ushlaydi u narsa. Aka, mana bu xoralarimiz mana lazerdan qilingan aka. Hozir bu qimmatroq menimcha. Agar oddiy profildan qilsa yoki xuddi to'ppa-to'g'ri mana shu narsani aytadigan bo'lsak, lazerni o'rniga oddiy kvadratdan chiqarilgan S gul bor. Tomchi S tomchi deyiladi. Agar o'shandan qo'yiladigan bo'lsa, kvadrat 420 ming emas, 400 ming so'm, 380 ming so'm, xuddi o'sha materialga qarab narx o'zgaraveradi. Bir ayol aytayapti, narxini nima deydi? Arzon qo'yyapsizlarda, bekka kelgandan keyin boshqa narx aytyapsiz. Uni yaxshilab tushunib olish. Shuning uchun mana bitta aytilyapti. Profillari ham, materiallari ham hammasi. Ana o'sha videoni bizga ko'rsatsin. Ana shunda hali biz borib qimmat etsin. Sihat bilan ko'rib, ma'lumotni yaxshilab o'rganib, keyin narxini bo'laverar ekan. Aka, mana bu chekkalarda mana nima deyadi? Yomg'ir tushish uchun tarnov bo'lish kerak aslida. Ular qo'ydirilmabdi. Agar qo'ydiriladigan bo'lsa, nima bo'ladi? O'zlaring qo'yasizlarmi yo alohida olib kelib beradimi? Xo'p, uni qo'yib berilaveradi. U kvadrat ichida emas. Bunga daxli yo'q, uni kvadrati ichida bo'lmaydi, metrajni bo'ladi. Xohlasin olib kelib bersin, bizga xizmatga alohida bersin, xohlasin ichida holatda bo'lsin. Ichida holatda bo'ladigan bo'lsa, 1 metri 50 ming so'mdan o'zimiz olib kelib qo'yib berib ketamiz. 50 ming so'm. 1 metr 50 ming so'mdan tushadi. 50 ming so'm bo'lsa, ular katta summa qo'shilib ketmaydi. Yo'q. O'sha bu aytib, endi o'sha egasidan ko'p narsa talab qilinmaydi. Xo'p, videochilardan ham ko'p narsa talab qilmaymiz. Bitta shu like bilan podpiska bosib qo'ysa, u tekin. Albatta, hammasi. Videomiz ko'proq insonlarga tarqaladi. Haliga pul tushadi, bizdan pul ketadi degan narsa. Yo'q, bu tekin, besplatniy. Ko'p kishi pul ketadi deb o'ylaydi ekanda. Aka, mana shu eng zo'r hayti xosonda qilinibdi. Iminni mana shu xonadonimiz 1 kvadrat necha puldan bo'ldi? 420 ming so'm. 420 ming so'm. O'sha summasi qancha bo'lyapti? 30 million so'm. 30 million so'm. 30 million so'mlik ish qilib beribsiz. Oldindan qancha summa berildi? Oldindan to'lovi 20% dan 30% gacha bo'ladi. Endi oyog'i kelishuvga bog'liq. Misol 30 million so'm bo'lsa, 30 million so'mda 20%.
bir joyga boryapmiz, sen birinchi marta ko'ryapmiz deydi. Senga qanday ishonamiz deydi. To'ppa-to'g'ri bu gapi ham to'g'ri. Lekin shuncha narsani men rasxod qilyapman, u odamga qanday ishonaman unda? To'g'ri. Zakolat bo'lish kerak. Ha, iloji yo'q-da bu narsani. Masalan, u uyda egasini men ham birinchi marta ko'ryapman-da. To'g'ri. Uyda egasi meni birinchi marta ko'rib turganday, men ham ularni birinchi marta ko'rib Arzon turibman. narsa basda. Men buni rasxod qilib qo'ygandan keyin u odamda mas'uliyat bo'lmaydi. Zakolat bo'lmasa mas'uliyat bo'lmaydi. Shuni iloji yo'q, zakolat bo'ladi. Avvalambor birovda haqqini yeb ketgan joyimiz yo'q. Xudo saqlasin bunaqa narsadan. Iloji boricha aytilgan kunda 1-2 kun nari berisini olib kelib ustunovka qilib beryapmiz. Uyaltirmasdan. Kichkina ob'yom, katta ob'yomlarga narx ta'sir qiladimi? Bir xil. Qiladi. Masalan, katta hovlilar ham bor-da. Ha, Masalan, qiladi. 200 kvadrat, 300 kvadratli qildirish mumkin. Qiladi, albatta qiladi. Ular kelishili va Albatta, misol 400 kvadratli bilan darvozaxonaga qilaman deydi. U 20 kvadrat chiqadi. Uni narxi bilan men 400 kvadrat narxini bir xil qila olmayman. Ha, aynan mana shu materialdan darvozaxonamni o'ziga qilib ber deydigan bo'lsa, uniki 500 ming, 600 ming tushib ketadi. Nimaga? Men o'sha kichkina joyga ham yo'l kira qilaman. O'sha vaqtim ketadi. Kichkina joyga bor bir kundan oshiq umrim ketadi. Uni iloji yo'q. O'sha kvadrat kichikroqlarda ozgina narx qimmatlashadi. Zo'r aka. Bundan tashqari Lexarli fasonlarimiz ham bor. Ularni necha puldan chiqadi aka? Lexarli. Xo'p, Lexanlarga mana shu materialga 500 ming so'm chiqadi. Misol bu 420 ha, shu holatga 500 ming so'mdan atrofida chiqadi. 500 ming so'mdan. Ular garantiyali, xudo xolasa, garantiya beradi zavod Xo'p, tomonidan. o'z Lexan'da ustiga o'zi qog'ozlargacha keladi. Pufka holatda bo'ladi. Zavodda yozib qo'ygan 15 yillik garantiyalisi bor. Misol endi u Lexan'ga men 20 yil garantiya beraman. Zavod o'zi beryapti uni. Men uyimda chiqarganim yo'q. Zavodning garantiyasi. Ishingizga garantiya. Ha, men misol mana uni svarkang ko'chib ketibdi desa, mana shu meni aybim bo'ladi, mana shu. Lekin u Lexan zavoddan olib kelyapman, o'zi tanlagan rangining narxi yo'q. Razniца qilmaydi rangida. Faqat u Lexan qo'yilgandan keyin u Lexanga garantiya zavod beryapti. Shuni olib kelib qo'yaveraman. Kraskalari ham ancha. Mana shu kraskasiga meni bo'ynimda bor. Masalan, ko'chib ketmasligiga. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Metallskiy kraska sepiladi bunga. Hali oddiy emal pollarga surkadigan kraska emas bu. Xo'p, aka uzun toklarni qilib beraveramiz. Qilinaveradi. Temir tok, uzun tok. Albatta, albatta. Ular necha puldan taxminan bo'ladi aka? 200 ming. 150 mingdan u turba sistema olib ketadi. Agar profildan montaj bo'ladigan bo'lsa, 200 mingdan boshlanadi. Endi eski holatlar bilsangiz, biz uyimizda ham boshqalar ekan turbadan qilinardi oldin. Profil emas, turbadan qilinardi. Ana o'shalardiki 150 ming chiqardi, lekin hozir bu narsa yo'qolib ketdi. Profil 200 ming so'mdan. Qilmoqchi bo'lsa, demak uzun tok, darvoza, perella xizmati. Temir sohasi bo'yicha, svarka sohasi bo'yicha xudo xolasa xizmatdamiz biz, yurtimiz bo'yicha, butun respublika bo'yicha olib borib ustunovka, dastavkalarimiz bepul. Filialimiz Vodiyda o'zida mana, ish joyimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida deyapmiz. Ikkinchi filialimiz Jizzax viloyati G'allarol tumanida. Filial ikkita bo'libdi. Ha, o'sha yerda ham bor 39-avtobetonka yo'l. O'sha G'allarol betonka yo'l ustida. Masalan, Voha tarafdagilar, Samarqanddagilar, Qashqadaryodagilar, o'shalar bo'ladigan bo'lsa, albatta yerda yo'l tushishi ko'p. Bemalol lokatsiyamizni tashlab beramiz. Borib, materiallar ko'rishlari ham mumkin, ko'ngildagidek bo'lib. Baribir rasmda yo stenkasini aytsam ko'pchilik tushunmayapti. Masalan, mana profil 6 ga 4, 1,5 stenka desam baribir tushunishmasi mumkin. Temir sohasida bo'lgan odam tushunadi. Ha, kimdirda endi ko'ngli xijil bo'lsa, borib ko'rishga bexijolat. Aka, bu tomonga filial ochgan bo'lsangiz, narxlar endi bir xil bo'lsa. Endi bir xil. Xudo xolasa bir xil. Oldinlari Vodiyga buncha, Voha tomonga buncha deylardi, narx o'zgarardi. Endi odamlarga yengillik bo'libdi-da, xudo xolasa. Masalan, boshida videolarimizda qo'yganimizda, misol Toshkent, Vodiy dastavka ichida bo'lardi-da. Voha taraf desa, yo'l kirasini kelishilgan holatda deyilardi. Endi u narsa yo'q. O'sha narsani yo'qotish maqsadida qildim. Ha, Vodiy Voha bir xil. O'zbekiston bo'yicha narxlar bir xil ekan, bu tomonga narxlar ta'sir qilmaydi. Aka, telefon nomeringizdda Telegram bormi? Bor. Yozishsa, rasmlar tashlab berasiz, degan ishlarni tashlab berasiz. Ma'qul bo'lsa zakaz qilsa aka. Albatta, yana bir obunachilarimiz shu uydirmani ko'rsatib turganlardan bitta narsani iltimos qilamiz. Ko'radida, aka bir o'lchab narxlab berib ketchi deydi. Yo'q, narxlab berib ketishimizga ozgina vaqtimiz yo'q. Bunaqa narsa qila olmaymiz. Mana Telegram rasmlar aniq, materiallar aniq, spiskachaga tashlaymiz. Narxi ma'qul kelsa, bo'ldi, gap yo'q desa boramiz. O'sha rasmlar bilan birga bir chiqadi. Ha, birga bir xuddi shu holat. Ha, endi borib biz 300-400 kilometrga borib tursa, shunchaki narxini chiqarib qaytib kela olmaymiz. Unaqaga ozgina vaqtimiz bo'lmaydi. Shu tarafidan uzr so'raymiz mana xalqdan. Zakaz qilsa, tez kunda qilib beramiz, kutib qolishlar kamroq. Yo'q, endi qancha tez o'rnasak o'zimiz uchun foyda. Kimdirni ishini olib olib atini cho'zmaymiz. Va'da qilgan kunimizdan 1-2 kun nari beri razniца qilmasa, xudo xolasa aytilgan vaqtlarda olib borilyapti. Zo'r aka. Savollar qo'yib ketmadimi aka?
Endi yana kamchiliklar biz esimizdan chiqib, biz jurnalist emasmiz, endi ozgina gapda qolib ketishimizni boshqa bo'lishligi mumkin. Obunachilarimizga qiziq savollar bo'lsa, o'ziga telefon qilishsin. Nomerlarga telefon qiladi. Musofirdan turib zakaz qilsa ham zo'r qilaversak, o'zlari kelolmasdan turib sizga zakalatsa. O'sha endi baribir chekkada turganlar Telegramdan, misol Rossiyada Telegram ishlamasa, Maxdan hamma prilojenalar bor, o'shalardan tashlanadi. Direktdan yozadimi? Nomerlarni qo'yib qo'yamiz, kamchiliklarni bexijolat so'ralaveradi. Aka, unda rahmat katta ekan. Videoni shekkacha ko'rganlar agar avvalambor rahmat, agar shekkacha ko'rib turib like bosmagan bo'lsalaring, agar odam emas ekan deymiz ham. Like bosib qo'yasizlar. Qo'lingizdan kelgancha savollar berdik. Biz berolmagan savollar qolib ketishi mumkin. O'zlaring qiziqgan savollar bo'lishi mumkin-da. Bemalol bog'lanaverasizlar. Xudo xohlasa 24:7 aka. Telegramdan yozsin. Charchab uxlab qolmagan bo'lsak agar xudo xohlasa javob beramiz. O'zbekiston bo'yicha xizmatlar bor bo'lsa, eng asosiy narxlar bir xil. Bu tomon unaqa narsalar endi esdan chiqarasizlar. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Manzillarni tushuntirdik, telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bittadan like bosib qo'ying.